Uyg'ur yozuvchisi Mamtimin Hoshurning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tomonidan nashr qilingan qum bosgan ikki pushqiqi dor deyib turgan ishtonni tortib tushirdi-da. Iyig'ini yeshib, ichidikini yerga to'kdi. Ishtonning ichidan zodi nima tusharkan deb atrofga o'lashganlar demini ichiga yutib, bo'yinkin bir-biriga botnab, qarindoshlikdan kechib, shaharning boshqa ikki darvozasidan shaharga kirib ketishganini. Yana shundoq nurg'un ishlarni esiga olmoqchi bo'lgandek qiladi-yu, yana bu aslamalar tumandek tarqalib, xaralashib ketadi. O'zlarining yana qanday qilib bu yerda bu holda uchirishib qolganligiga zodi aqlni yetkazolmaydi. Ras, sen meni qanday tunib olding? deb so'radi Barat. Esondimi? dedi Ömer. Biz kichik vaqtimizda Beg'amlar shahrining o'ttirsidan eqib o'tadigan o'stangda mushunda qip yalang'a cho'milib o'ynaydik. Ondan o'stang bo'yidagi qumda men boshqa bolalar bilan chelishatdim. Bir arini besib olsam, sen xo'shallig'ingda sakrab ketading. Beg'amlar shahrida dedingmi? Ha, Beg'amlar shahrida. Amsi biz bu yerga qandoq kelib qoldik? Bilmayman. Barat o'rnidan turib cho'lga qarab mo'ndi. Nega? deb so'radi Umar. Cho'milaman. To'xta. Suvda eqib ketib qolsa, eqib ketmayman. Esondimi? Sen har qatim cho'milgili manganda opam ansirab orqamdan meni avatadi. Umar o'rnidan turib inisiga yetishib bilmadi. Ular ketayotgan yo'l poyonsiz cho'lga ishkirlab ketadi. Yo'lda ot uloqlarning tezaklari uchrab qolsa, Aka bu sop-seriq narsaga qarab uzoq turib qilishadi-da, bir-birini no'qib kulishib ketadi. Ular shu holatda qancha kun yo'l mang'anni, qanchalik yo'l bosqinini bilishmadi. Bu odamlarning yalang'och yurganini ko'ziga sig'dira olmagan yo'lovchilar ularga ko'ni kiyim-kechaklarni kiygizib qo'yishdi. Bu kiyimlar ularning bo'y turqiga to'g'ri kelmagachga, Baratning ko'ngliga kalt kelib, qo'rsiqi echilib qolgan edi. Umarning tambulining pushqiga so'rilib boradi. Ba'zi kunlari ular qandoqdir bir mahalla yenidan o'tib qoladi. Qayerlardandir paydo bo'lgan ushoq bolalar bu g'alati odamlarning kaynidan so'rqirashgancha xeli yerlargacha agishib boradi-da. Yalang'och bir xotinning so'riti besilgan tillani deyman. Ko'ga. Rost ko'ganmi? deb aka ufka bo'voyga tangni tikildi. Birni emas, 100ni ko'gan. 100ni? 100ni. Men uning 99'ini mushkulchilikda qolgan bir birodarimga yetkazib bergan. Yana bir talni o'zimni izlab topolmagan. U bir taltillani mana men ko'rgan, dedi Barat. O'g'il men ko'rgan, dedi Umar. Nada, kimning qo'lida? Dastlabda boshqalarning qo'li dedi, keyin bizning qo'limizga tushdi. Bizning qo'limizdan nega ketdi, buni bilmaymiz. Shundoq, dedi bo'voy. Boylik u hech kimga mangulik emas. Men demoqchiman, deb bo'voyning so'zini tortib oldi Barat. Shu tillarga tushirilgan yalang'och xotinning so'riti nima? Nimishqa u yalang'och turadi? Kimki uni qo'g'lishib vasvasiga tushsa, dedi bo'voy. Oxirda uning o'zi shundoq yalang'och bo'lib qoladi. Aka ufka ikkisi uzoq jimib ketishdi. Harva ularni bir xil tavirtib ilgirlaydi. Eg'ir chaqlarning qumliq yo'lda qoldirgan izi ilondek to'lg'ishib orqada qoladi.
oldimizda bir do'ni ko'rindi, deb varqirashdi otliqlar. Ko'zini yumib xiyolga ketgan bovay lop qilib ko'zini ochdi. Harva va otliqlar to'xtadi. Bovay harvadan sakrab tushdi. "Nima bo'pti?" dedi Umar. "Uqmidi?" dedi Bara. "Yura, bizmi tushayli." Ulamo harvadan tushib bovayning orqasidan ketdi. Yetib ketdik. Beg'amlar shahrining o'rni mana mushu, dedi bovay otliqlarning oldiga o'tib. Bovay ko'rsatgan tarafda tutash ketgan qumliqlarning o'ttirsida egiz bir to'pilik qad ko'tarib turardi. Beg'amlar shahrining o'rni mushu do'nglikmi? Yo'q, dedi bovay. Shaharning o'rni bu do'nglikning orqa tarafida. Bu do'nglik Bovoqlar qabristonligi deb ataladi. Bovoqlar qabristonligi? Beg'amlar shahrida bir qitim shundoq ajoyib bir saylon bo'lgan, deb kulimsirdi bovay. Ko'ngil, sodda shahar xalqi hech qanday aybi, gunohi yo'q, farishtadek pok bir kishini o'zlariga podshoh qilmoqchi bo'lib, izlab, oxiri onasining quchqida tatliq uxlab yotgan bir bovoqni shohlikqa ko'rsatgan. Beg'amlar shahriga yovlab besib kirganda shaharning bovoq podshohin izlab topolmay, yuzlagan bovoqlarning kallasini olgan. Keyin odamlar bu bovoqlarning jasadini yig'ib, mana mushu yerga akilib dafn qilgan. Ilgari bu yer do'ngi emas edi. Allohning qudrati bilan atrofni qum bosgan siri bu qabristonlikning o'rnini ko'tarilishga boshladi. Ehtimol, hamma yerni qum besib ketgandimi, bu yer Beg'amlar shahrining belgisi bo'lib, mangu qad ko'tarib turadi. Qani, shahidlarning ruhiga bir duo qilayli. Bovayga agishib, hamma duoga qo'l ko'tardi. Umar bilan Barat bir-biriga qarab qo'yishdi. Ulamo olqonlarini etishdi. "Yuringlar, Beg'amlar shahrining o'rnini ko'rayli", dedi bovay duodan keyin. Ko'pchilik do'ning orqa tarafiga o'tdi. U yerdami cheki yo'q qumliq so'zilib yotadi. Faqat ilgirki uy imoratlarining cho'qchiyib chiqib qolgan tomlaridan qadimiy avod bir shaharning iznosini farq qilg'il bo'ladi. Beg'amlar shahrining eng oxirgi ko'chalarida qumlar uchib yuradi. Shaharning odamlari qani? Ana, o taraf qaranglar. Yiroqda bir to'p odam nag'ma navo qilishmoqda edi. Bo'rining hovlishi, kechada chiqqan bo'ronning bo'rkirishi, onaning faryodi, norsidlarning yig'isi, noilojlarning nolisiga o'xshab ketadigan bu kuyning larzida odamlar asabiylar sakrishib, boshlarini kayniga tashlab, yaqinlarini yirtishadi. Shu topda ular uchun na quyosh, na yulduz, na olam, na o'zlarining hayot mamotligi hamma narsa unutilgandek qiladi. Ularning atrofida bo'lsa rahimsiz qum iqini qaynagandek perqiraydi. Ular deb tushundirdi bovay. Beg'amlar shaharda oxirgi jang bo'lgan kechasi bulung pushqoqlarda qilib qolganlar. Keyin bu holsizlangan shahardagi boyliqlarni bulang-talang qilish uchun bu yerga atrofdan minglab qalandarlar, bulongchilar eqib kirdi va oldig'imni elib ketib qolishdi. Ularning ko'pinchisi cho'l yo'llarda tenib, jin shayotun ezut qulog'i olinib ketganmish. Ay Isat, dedi yigitlarning biri. Bugun yoki ata bu yerda qolgan narsalarning hammasini qum yalmab bo'ldi-ku. Beg'amlar shahrining oxirgi odamlari faqat ashularmi?
dedi yigitlarning yana biri. Yana bizmi ba? dedi heliqi go'zal qiz. Qani, menga paltomni beringlar, deb qo'lini sundi qizning yenidagi yigit. Bu vaqtlar qabristonligining yeniga biz boshqadan yep-yangi bir shahar bino qilaylik. Beliqut şirketida ovozga ilinib, Beliqut to'rida anlatayotgan Uyg'ur yozuvchisi Mamtimin Hoshurning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Qum bosgan shahar nomli romani bugun bu yerda tamomlandi.